Assalomu alaykum hurmatli do'stlar, akalar, ukalar. Xudo xohlasa mana bugun O'zbekiston Qatar bilan o'ynaydi. Albatta komandamizga omad tilaymiz hamda jahon chempionatiga chiqqani bilan tabriklaymiz. Keyingi tayyorgarliklariga muvaffaqiyatlar tilaymiz. Ilohim jahon chempionatida ham bayrog'imizni yuksaklarga ko'tarib, finallarda ishtirok etsin, chempion bo'lishlar nasib qilsin. Xudo xohlasa shu kunlarda ham bayram qilaylik ilohim. Albatta O'zbekistonni terma jamoamizni maqsadlari oliy. Xudo xohlasa albatta erishamiz. Duoda bo'laylik. Inshaalloh jahon chempionatlarida ham yaxshi natijalar ko'rsatib, biz muxlislarni xursand qilsin. Ilohim terma jamoamizga omadlar tilab, bugungi o'yinda ham omad tilaymiz. Xudo xohlasa bugun katta bayram bo'ladi degan nimalar kutilyapti stadionda. Hammamiz yurtimizda tinch bo'laylik. Ilohim bundan-da futbolimiz rivojlansin. Albatta like bosib, kommentariyalarda O'zbekistonni jahon chempionatida qaysi pog'onaga yetib borishini yozib qoldiringlar. Ilohim duolar qilib sog' bo'linglar. Like bosib, albatta kanalimizga a'zo bo'lishni unutmanglar.